Salom do'stlar, salom azizlar. Bugun sizlar bilan 2025-yilda qanday qilib to'g'ri noutbuk tanlash haqida gaplashamiz. Bilasiz, noutbuklar juda ham ko'p turlari, modellari har xil. Undan keyin texnologiya rivojlanib boryapti va ular narxlari ham har xil. Shunaqa paytda qanday noutbuk tanlash haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu, nega siz noutbuk sotib olyapsiz? Ya'ni balkim o'qish uchun bo'lishi mumkin, balki bu ish uchun bo'lishi mumkin, balkim siz programmerdirsiz, o'sha dasturlash uchun kerak bo'lishi mumkin, balkim o'yin, ya'ni gaming uchun kerak bo'lishi mumkin, balki video montaj qilgan kerak bo'lishi mumkin. O'shalarni birinchi o'rinda inobatga oling. Undan oldin, ularni o'ylashdan oldin sizga o'zi noutbuk kerakmi, yo'qmi degan savolni o'ziga bering. Nega degan savol bor? Chunki 300, 200 yoki 400 dollargacha ham agar noutbuk oladigan bo'lsangiz, o'sha noutbuk qiladigan ishlarni sizning telefoningizdan bemalol baja oladi. Ya'ni o'sha oddiy telefoningiz hamma narsani qila oladi. Prezentatsiya tayyorlashi mumkin yoki bo'lmasa video montaj qilishi mumkin, hamma narsa qilishi mumkin. Nega bu narsani aytyapman? Chunki men o'zim birinchi marta noutbuk sotib olganimda, uydagilar menga o'sha 400 dollar atrofidagi noutbukni sotib olib berishgan, universitetga kirganimda. Keyin uni deyarli 4 yil chang bosib yotganda kerak bo'lmagan, shuning uchun siz o'ziga mos noutbukni tanlang. Undan keyin sizni e'tibor berishingiz kerak bo'lgan 5 ta eng muhim qismlari bor noutbuklarni. Bu uni birinchi o'rinda protsessori, ikkinchi o'rinda uni ekrani, uchinchi o'rinda video kartasi va xotiralari bo'lyapti. Bizda ikkita xotirasi bor, ya'ni tezkor xotirasi va qattiq xotirasi. Birinchi o'rinda gaplashadigan bo'lsak, biz protsessorlarni qanday tanlashimiz kerak? Protsessor bilasiz, bu kompyuterning miyasi, ya'ni eng muhim qismi. Shuning uchun uni yaxshisini tanlagan ma'qulroq deb o'ylayman. Undan keyin hozir bilasiz, bozorda o'sha ikkita eng katta gigant kompaniyalar bor. Bittasi AMD kompaniyasi, bittasi Intel kompaniyasi. Intel menimcha dunyo bo'ylab juda mashhur, lekin AMD Inteldan keyin ishlab chiqarilishi boshlagani uchun u ham sekin mashhurlik qozonib boryapti. Menimcha ko'pchilikning ishonchi kirib borgan hozirgacha. Qaysi birini tanlashingiz farqi yo'q umuman. Ikkalasi ham men o'ylayman juda ham zo'r kompaniyalar. Men ikkalasini ishlatib ko'rganman. Ikkalasi ham zo'r. Faqatgina bilasiz, ularning modellari bor. Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, Nvidia Core i3, Core i5, Core i7 va Core i9. Va qisman bu belgilar yoki bu raqamlar o'sha kompyuterni qanchalik tez ishlashini bildiradi, ya'ni qanchalik kuchliligini bildiradi. Va biz qaysi birini tanlashimiz kerakligi o'sha o'zini mablag'ingiz va nimaga ishlatish uchun bog'liq. Va undan keyin e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, ya'ni protsessorida biladigan bo'lsangiz, raqamlari bor o'zini, qaysi pokoleniyadan ko'rsatib turadi, ya'ni qaysi yil ishlab chiqarilgan ko'rsatib turadi. Chunki biladigan bo'lsangiz, yoshligimizdan beri Intel Core'lar ishlab chiqarilyapti, ya'ni Core i3, Core i5 ishlab chiqariladi. Faqat ularda o'sha 8-pokoleniya, 10-pokoleniya, 10-pokoleniya, hozir kun kelib 15-pokoleniyaga ham chiqdi. Ularga e'tibor berish kerak, ya'ni yili yangiroq bo'ladigan bo'lsa, u kuchliroq bo'ladi eskiga qaraganda. Va biz e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan narsa, bu eng muhim qismi, protsessorning oxirida harflar bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, menimcha ko'pchilik e'tibor bermaydi va sotuvchilar ham bularni aytib sotmaydi negadir, yoki bilishmaydi, yoki ataylab odamlarni aldash uchun aytishmaydi. Men shu narsaga e'tibor berishingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki nega degan savol bor. Agar o'sha protsessorning oxirida U degan harf yozilgan bo'lsa, u ko'pincha energiyani tejab turib, sekinroq ishlash uchun ishlab chiqarilgan protsessor bo'ladi. Ya'ni ko'pincha ofis ishlari uchun yoki Word, boshqa studentlar uchun ishlab chiqarilgan bo'ladi. Lekin qatadi ba'zi joylarga kelganda, chunki o'sha energy efficient protsessorlar baribir bildiradi. Undan keyin esa J protsessorlar ham bor. Bu ham o'sha U protsessor bilan bir xil, faqatgina bittagina farqi, uni video kartasi protsessorning ichida bo'ladi. Unga hech qanaqa usulda o'sha video karta qo'shib bo'lmaydi va qo'shilmaganligi aniq. O'zi notebooklarda agar video kartasi bo'lmaydigan bo'lsa, qo'shishni iloji yo'q. Buni ham bilib qo'yganingiz ma'qul. Undan keyingi keladigan bo'lsak, ya'ni H protsessorlar bo'ladi, ya'ni H deb yozilgan. Ular ko'pincha o'sha video editing uchun, programmalar uchun chiqqan bo'ladi yoki gaming uchun chiqqan bo'ladi. Ular o'sha eng kuchli bo'lgan protsessor bo'lyapti. Qanaqa ish qilmoqchi bo'lsangiz ham, men o'sha H protsessorini tanlashingizni men maslahat bergan bo'lardim sizga. Undan keyin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu video karta bo'lyapti. O'zi sizga video karta kerakmi, yo'qmi degan savol bor. Ko'pchilik aytadi, o'yin o'ynamasdan video karta nega kerak deydi. Yo'q, do'stlar, video karta hammaga kerak. Nega degan savol bor? Chunki video karta o'zi bu o'sha hamma video grafikani boshqaradigan tizimda qismida u. Video ko'radigan bo'lsangiz ham, nima ish qiladigan bo'lsangiz ham ko'pincha video karta bajaradi. O'zi hamma notebookning video kartasi bo'ladi. Balki protsessor ichida juda kichkinagina video kartasi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha katta o'zini tashqi video kartasi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha spesialni ishlab chiqarilgan. Buni endi o'sha o'zining ehtiyojlariga qarab oling, lekin men o'sha
video kartasi borini tanlashingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki hech qachon qattiq qolmaydi, protsessor ko'p kuch kelmaydi, shunga buni tanlash kerak. Video karta keladigan bo'lsak, o'sha RTX, GTX 2050, 2060, 3050, 4050 yaqinda va bilasiz o'sha 5060, 5070, 5090lari chiqqan. Lekin men o'ylaymanki, o'sha 2000 dan tepasi, ya'ni 2050 bo'ladimi, 2060 bo'ladimi yoki bo'lmasa 3060 mi, 4060 mi, shularga yaxshiroq deb o'ylayman video kartani. Men o'zimda 3060 video kartasi video montaj qilish ham yetadi, o'yin o'ynash ham yetadi. Deyarli hamma qismi uchun juda ham zo'r ishlayapti keldan beri. Video kartasi borini tanlashingizni maslahat bergan bo'lardim sizga. Bundan keyin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu xotiralar. Bilsangiz, odamlar juda ham ko'p e'tibor beradi uni ma'lumot saqlaydigan xotirasiga. Ya'ni 1 terabaytga xotirasi vashcha zo'r. Men 40 yilga xotiramni saqlab qo'yaman unga deydi. Yo'q, unaqa emas. Ya'ni saqlab qo'yish, to'g'ri saqlab qo'yish mumkin, lekin kompyuter yaxshi ishlamaydi agar HDD, ya'ni hard drive tanlaydigan bo'lsangiz, ya'ni qattiq disklar bo'ladi. O'sha HDD deb nomlangan. Ular bilsangiz eski disk orqali aylanib turib ma'lumotlarni saqlaydi. Ular juda ham sekin, yozishi ham, o'qishi ham sekin bo'ladi va o'sha oxir-oqibat kompyuterni qattiq olib keladi. Lekin ular juda ham arzon, 1 terabayt, 2 terabayt yoki 3 terabayt, 4 terabayt bo'lishi mumkin. Qimmatlik ular. Lekin SSDlarni oladigan bo'lsangiz, ular o'sha yangi texnologiya asosan ishlab chiqargan bo'ladi va tezroq ishlaydi, lekin narxi bozordagi anchagina qimmat. Ya'ni SSDlarni oddiysi ham bor va NVMe 2 degan modellari bor. Ular ancha tezkor va kichikroq bo'ladi. Shunaqalarni tanlash maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni bularni sotib oladiganingizda so'rab olsangiz o'ziga ma'qulroq bo'ladi. Men o'ylaymanki 256 GB yoki bo'lmasa 512 GB xotira yaxshi bo'lardi. Chunki juda ham ko'p narsa saqlamaysiz menimcha. Ya'ni saqlab qo'yish mumkin bo'lgan narsalar 200 GB dan menimcha oshmaydi. O'shaning uchun shuni o'zi yetadi agar juda ham katta o'yinlarni o'ynamasangiz. Undan keyin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu uni tezkor xotirasi, ya'ni RAM deb ataladi ingliz tilida. U ya'ni har bitta ilovani ishlashi uchun kerak bo'ladigan xotira. Ya'ni masalan aytaylik, qaysidir programma, masalan Photoshopni oladigan bo'lsak, u taxminan 3-4 GB joy egallaydi, ya'ni qachon ishlab turganida. Agar birdaniga 4 ta 5 ta narsa ochadigan bo'lsak, ilovani, u kompyuter qatib qolishi mumkin agar uni joyi yetmaydigan bo'lsa, ya'ni tezkor xotirasi yetmaydigan bo'lsa. Shuning uchun o'ziga mos tezkor xotirani tanlang. Men maslahat beraman 8 GB dan tepasini olishni. Agar undan past bo'ladigan bo'lsa, o'sha notebook sotib olish kerak emas, chunki o'zi bilasiz, deyarli hamma telefonlarni tezkor xotirasi 8 GB dan yuqori. Shuning uchun iloji boricha 8 GB dan balandini tanlang. Undan keyin e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu notebookning displeyi. Bilasiz, notebook displeyi ozgina katta bo'ladi, shuning uchun ishlab chiqarish ham ozgina qiyinroq va qimmatroq bo'lishi mumkin. Har xil matrisalar bor. IPS matrisa bo'lishi mumkin yoki OLED ekran bo'lishi mumkin yoki mini LED, ya'ni eng yangi chiqqan modellar bo'lishi mumkin. Lekin ko'p modellarimiz IPS matrisa ishlab chiqariladi. Nega? Chunki arzon va gersi juda ham yuqori bo'ladi. Uni foyda taraflari ham bor, yomon taraflari ham bor. Yomon taraflari qoralar unaqa yaxshi ko'rmaydi, qora ranglar va ranglaringiz telefonga o'xshab juda ham chiroyli, kontrastli bo'lib chiqmaydi. Shuning uchun OLED tanlasangiz ham bo'ladi. Lekin OLED matrisa ozgina narxi qimmatroq, ko'pincha video montajlar uchun moslov deb o'ylayman. Va kino ko'rmoqchi bo'lsangiz ham OLED matrisa tanlashingiz mumkin, lekin narxi juda ham yuqori bo'ladi. Shuni hisobga oling. Undan keyin mini LED panellarimiz, ular juda ham qimmat. Ko'pincha uni gersi yuqori, juda ham yuqori bo'lgani uchun video notebook, gaming notebooklarda qo'yishadi. Shu ular uchun ancha mos tushadi va narxi juda ham yuqori bo'ladi. IPS matrisa ham yetadi sizga, men o'ylayman. Undan keyin siz menimcha hammani byudjeti bor, qanchadir. Shunga qarab turib notebook tanlash kerak. O'zi men tushunib qilasiz. Agar sizni $400 gacha mablag'ingiz bo'ladigan bo'lsa, men sizga maslahat bergan bo'lardim. O'zi sizga notebook kerakmi, yo'qmi shuni o'ylab ko'ring birinchi o'rinda. Agar sizga notebook kerak emas bo'lsa, menimcha $400 qo'shib telefoningizni yangilasangiz ancha ko'p ish qila olasiz u yoqda. Agar mabodo endi $400 gacha notebook olmoqchi bo'lsangiz, men sizga maslahat bergan bo'lardim. Acer Aspire 3 yoki bo'lmasa Acer Aspire 5, ya'ni 400, 350, $300 atrofida topsa bo'ladi do'konlarda. Balki ishlatilgan undan ham arzonroqga. O'sha IPS matrisada bo'ladi, lekin SSD bo'ladi. Operativkasi ham 8 GB dan yuqoriroq bo'ladi. Lekin sizni deyarli ko'p ishlaringizni qilsa bo'ladi. Lekin yomon taraflari bor unda. Ba'zi paytlarda baribir o'yin o'ynagingizga qatishi mumkin yoki ekraniga yondan qaraganingizga ko'rmay qolishi mumkin. Shunaqa muammolarga duch kelishingiz mumkin. Chunki u bilasiz, o'sha byudjetli variant bo'lyapti. Undan ham yuqoriga o'tadigan bo'lsak, ya'ni agar siz imkoningiz bo'lsa, ya'ni $700 dan yuqori sarflashga imkoningiz bo'ladigan bo'lsa, men maslahat bergan bo'lardim. Asus VivoBook modellarini tanlashni. X15 yoki S15 shunaqa modellari bor. Bu modellar juda ham yaxshi. Bu ko'pincha o'sha ofisni notebook bo'ladi, lekin protsessori
Core i5 o'sha gaming edge prosessor bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari 16 GB operativ xotira va 512 GB SSD bo'ladi. Ekrani ham 15X va 15S niki OLED ekranlar bo'lyapti. Agar mabodo Vivobox 15 ni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu narx arzonroq, ya'ni $500, $400 topsa ham bo'ladi, lekin IPS matrisada bo'lishi mumkin va prosessor ham balki G yoki balki U bo'lishi mumkin, lekin menimcha Edge prosessor tanlash ma'qulroq deb o'ylayman. Agar mabodo siz gaming uchun qiziqayotgan bo'lsangiz, menimcha bu ham yaxshi. $700 ga yaxshi gaming notebook sotuvsi bo'ladi. Gaming uchun men o'ylaymanki, Victus modeli, HP Victus 15 yoki 16 modellar yaxshi. O'rtacha narxi ularni $600 yoki $700 bo'lishi mumkin modellariga qarab, ya'ni operativkasi yuqori bo'lishi mumkin, shunga qarab o'zgaradi. Ishlatilganlarini siz $500 ga ham yoki $450 ga ham topsiz bo'ladi. Masalan, bergan bo'lardim, 2 yil ishlatilganlar olmang. 1 oy, 2 oy ishlatilgan bo'lsa, bemalol sotuvsiz bo'ladi. Men o'sha texnik xususiyatlar shularga e'tibor berish kerak va narxga ham shunaqa qilsa bo'ladi. Endi juda ham baland narxga ko'tariladigan bo'lsak, ya'ni agar siz $1000 ga yaqinlashadigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi notebooklar bor. Birinchi o'rinda men ko'pincha Windows ishlatganim uchun Windows notebooklardan masalan bera olaman. Bittasi masalan o'zim ishlatayotgan ROG Zephyrus G16 modeli bo'lyapti. 2013 ishlab chiqarilgan, juda ham zo'r model, lekin Ryzen prosessor bor va RTX 3060 bilan jihozlangan. Juda ham zo'r ishlayapti. 2 yildan beri umuman parod qilmadi, vaqti zo'r chotki. Va agar siz kichikroq form faktor kerak bo'ladigan bo'lsa, men sizga maslahat bergan bo'lardim. G14 modelini tanlashni. U anchagina arzonroq bo'ladi va ishlashlari ham deyarli bir xil. 2024 va 2023-yillarda eng zo'r kompaktni notebook deb nomlangan dunyo bo'yicha. Agar siz Apple muxlisi bo'lsangiz, $1000 dan pastga notebook sotib ola olmaysiz. Apple'ni MacBook Air bor, yangisi M4 chipligi. Bu menimcha $999 dan topsa bo'ladi. Amerikada ham narxi shunaqa. O'zbekistonda ham ko'p joylarga ko'rdim, narxi $1000 dan uje atrofida. $1000 yoki undan yuqoriroq topsa bo'ladi, 256 GB ni. Uni olsangiz ham bo'ladi. U ham menimcha zo'r ishlaydi. O'zim ishlatib ko'rmaganman, lekin ma'lumotlar juda ham ko'p videolar ko'rgan YouTube'da. Zo'r notebook ham bemalol olsa bo'ladi. Shunday do'stlar, sizlarni e'tibor berishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsalar, men aytadigan bo'lgan narsamiz, ya'ni ko'pchilik xato qiladigan narsalari, odamlar ko'pincha notebookning tashqi ko'rinishini qarab tanlashadi. Nega kerak tashqi ko'rinish? Ya'ni sizga eng muhimi ichki xarakteristikasi eng muhim bo'ladi. O'shalarga e'tibor bering. Chiroyliroq notebookni tanlash kerak. Lekin uni xususiyatlari undan ko'ra muhimroq. Undan keyin hech qachon HDD formatidagi xotiralarni tanlamang, chunki ular juda ham sekin bo'ladi, sekin ishlaydi va qatib yaxshi emas orqali. Undan keyin 4 GB li operativka tanlash yaxshi emas. Undan yuqoriroq bo'lsin. Eng minimalli men o'ylayman 8 GB eng yaxshi variant. Yoki 16 tanlasangiz ham bo'ladi. 16 da liboy narsa qilsa bo'ladi, liboy o'yin o'ynasa bo'ladi. 32 juda ham yuqori. U ko'pincha video montajlar uchun juda ham ko'p kinolar montaj qiladigan bo'lsa, 32 GB kerak bo'ladi, men o'ylashimcha. Va undan keyin noaniq brenddan notebook tanlash ham menimcha yaxshi emas. Bilasiz, o'zi gigant kompaniyalar bor. Ular yaxshi notebook ishlab chiqaradi, narxi qimmatroq bo'ladi, lekin ular hech qachon parod qilib qo'ymaydi. Nega degan savol bor? Chunki ular o'zini brendini statusini saqlab qolish kerak, ya'ni reputationini saqlab qolish kerak. Shuning uchun ular hech qachon yaxshi emas notebook ishlab chiqarmaydi. To'g'ri, narxi arzon bo'lishi mumkin, ozgina yaxshi emas bo'lishi mumkin, lekin hech qachon o'z o'chib, ekranlari kuyib, nima bo'lib qolmaydi. Shunga maslahat bergan bo'lardim, mashhurroq brendlardan notebook sotib olishni. Acer bor, Asus bor, HP bor yoki bo'lmasa boshqa mashhur qidirib ko'rasiz, ular bor. Lekin qanaqadir modellar ham chiqqan. Men aniq nomlarini bilmayman, lekin menikida juda ham ko'p. Shunaqa notebooklarni sotib olishdan o'zini ozgina chekining, chunki ko'p sotuvchi ko'rgan maslahat berishini, lekin baribir odamlar shuni olib ketaveradi. Lekin qaytib keladi. 4 oy, 5 oydan keyin buzilib qoldi, boshqa qildi. Lekin aytadi, biz sizlarga 1 oy garantiya berganmiz, 1 oy cho'tga ishlab berdi deydi. Kuydingiz qarqay pulingizga. Shunga ozgina qimmatroq bo'lsa ham yaxshiroq brenddan notebook oling. Shu do'stlar, men aytmoqchi bo'lgan narsam sizlarga, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, notebook tanlashda ehtiyojlaringiz, tashqi ko'rinish va xaritasiga e'tibor bering va byudjetingizga e'tibor bering. Va sizga o'zi notebook kerakmi, yo'qmi, ularni ham bir o'ylab ko'rish kerak. Bu bizni YouTube'dagi birinchi kontentimiz. Xulosa bugun boshladik, birinchi marta. Video yoqgan bo'lsa like bosing, qo'llab-quvvatlashingizni umidamiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, buni keyingi videolarda to'g'rilashga harakat qilamiz iloji boricha. Bundan keyin qanaqa videolar chiqaraylik, ya'ni texnologiyaga oid qanday videolarni kutib qolasiz? O'shalarni kommentariyada yozsangiz, biz ularga ham отдельно video qilishga harakat qilamiz iloji boricha. Nega bu videoni qildik degan savol bor. Chunki men shu 4-5 yil atrofida texnologiya yaxshi tushunganim uchun
o'nlab yoki 20 ta insonlarga yordam berganman notebook tanlashda, chunki ular juda ham ko'p xato qilganlarni ham ko'rganman va mani ko'pchilik so'raydi. Shuning uchun bu mavzuni ko'tarib chiqdik. Kontent yoqqan bo'lsa, support qiling, kommentariy yozing. Hammaga rahmat. Sizlar bilan zotlar. Peace.